Do'stlarim, vatandoshlarim, obunachilarim, bugun 2026-yil 1-iyul shahri azim poytaxt safaridaman. Poytaxt metropolitendamiz. 7 minutda poyezd kelyapti. 7 minut. Mana 7 minut. Ko'ryapsizlar. Metrolarda efirlar bo'ladi, metro bekatlarida. Hozir salqin poyezdlar. Toshkent shahrimiz Sergeli dahalari, Toshkent shahri nihoyatda katta qurilish maydoniga, megapolisga aylangan Toshkent shahrimiz. Mana bu taraflarda qurilishlar ham nihoyatda katta qurilishlar ketyapti. Oldimizda ham nihoyatda ko'p qavatli uy-joylar qurilishlari nihoyatda ko'p. Mana suv ham mana oqib ketyapti mana. Va lozim va nolozim barcha masalalar bo'yicha gapirib o'tamiz do'stlarim, vatandoshlarim, obunachilarim. Fikrlar, izohlar o'zlaringizdan bo'ladi. Toshkent shahri Sergeli. Sergeli dahasi. Mana yangi hayot stansiyasiga kelib to'xtadi. Endi biz Qo'yliq yo'nalishiga o'tishligimiz uchun yo'lda kesib o'tib, boshqatdan pul to'lab keyin liniyaga o'tamiz. Shu joyda transport vaziri, metropoliten katta xatoga yo'l qo'ygan. Hali ham to'g'rilasa bo'ladi. O'sha liniyani bir-biriga ulab olish kerak. Liniyani. Hozir mana sizlarga ko'rsatamiz. Shuncha odamlar, shuncha vaqt ketkazib, keyingi yo'nalishga o'tamiz. Ulab olsa bo'ladi. Faqat bitta yo'l, ko'prik tarzida ulab olsa bo'ladi. Qandaydir o'sha xato ketgan shu joyi, atay yo'lovchilardan pul olish maqsad qilingan, yo bir boshqa xatolik bor. Transport vaziri janob Makkamov shuni bir ko'p efir qilyapmiz. Eshitgingiz kelmayapti. Boshqotiriz kelmayapti. Hozir bu yo'nalishlar ko'rsatib o'tamiz. Bu yoq qiziq bo'ldi. Mana poyezd to'xtadi. Yana qaytib, biz yana qaysi stansiyaga kelyapmiz hozir endi bu yerdan. Obbo, mana shunaqangi bir ovoragarchiliklar. Oxiriga borib biz o'tishimiz kerak edi Qo'yliq yo'nalishiga, lekin bu yerda yana nimadir bo'lgan. Mana hozir bu yo'ldan chiqib, yo'lni kesib o'tib, narigi betdagi keyingi Qo'yliq yo'nalishiga yana 3000 so'm pul to'lab, ancha vaqt ketkizib o'tamiz mana. Mana shuncha odam, shuncha ovoragarchilik, shuncha tashvish. Endi naryoqda bitta bekat avtobusda yurib, keyingi bekat Qo'yliq yo'nalishiga o'tishimiz kerak. Mana bu yo'nalish ta'mirlanayotgan ekan. Mana sizlarga ahvol. O'zi yaqinda ishga tushgan bo'lsa, bu endi nimasi ta'mir talab bo'lib qoldi, men hayronman. Mana poytaxtlik opamizning gapi bo'yicha biz tanqidlarimiz ro'yobga chiqdi. O'sha yo'lovchilarning tushib boshqatdan qilmasligi uchun bu o'sha yo'lak ta'mirlanyapti ekan. Hozir borib ko'ramiz. Poytaxtlik opam shu gapda shunaqa dedingizmi opa? Ha, eshitdingiz. Ayollar eshitgan to'g'ri chiqadi. Ayollar bejdan biz eshitmaydi. Bu gapni eshitib keyin aytadi. Mana bu oxirgi bekatda ta'mirlashlar bo'lyapti, so'rab o'tamiz hozir. Shofir ustojon xormanglar, ustoz yaxshimisizlar? Xormanglar nima ish qilyapsizlar bu yerda? Nima bo'ladi endi ustojon? Blogerman, Shavkatga deb yuribman. Yo'q, ulanadimi, nima bo'ladi? Xabarlaring bormi? Mana ko'ringizlar, bu oxirgi bekatda men ta'mirlashlar bo'layotgan ekan, shuning uchun metrolar to'xtab turibdi. Oxir stansiya bir bekatga Toshkent metropoliten tekin avtobus qo'yib qo'ydi. Bunga ham rahmat. Bir bekatga. Endigi bu ustalarning aytishi bo'yicha tepadan kelayotgan to'g'ri mana shu yopilar ekan, shuni orqali o'tar ekan. Shuning uchun ko'ringizlar do'stlarim, shunaqa ishlar bo'layapti ekan. Va bu yo'nalishdan o'tib, mana zinalar orqali keyingi yo'nalishga o'tamiz.
Oh. Hali bu ayollarimizni gapi tasdig'ini topmayapti. Hali narigi yo'nalishga, narigi bekatga o'tish masalalari hali ko'rib chiqilmayapti ekan. Mana bu yerda qurilish ta'mirlashlari ketyapti. Bu faqat to'xtar ekan bu joyga kelib, Chinor bekati mana yozib qo'yibdi ekan. Qurilish ishlari mana rekonstruksiya qilishlar, 4 ta lift o'rnatish deyapti. Yakun bo'lganda ko'ramiz. Bizning masalamiz, maqsadimiz, qo'yayotgan talabimiz mana bu bekatdan kelayotgan yo'lovchi, mana narigi Qo'yliq bekatiga o'tayotgan yo'lovchi pul to'lamasdan, vaqt sarson qilmasdan mana shu tepaga ko'prik o'rnatsa bo'ladi. Mana shunda yonida mana ko'ryapsizlar, mana bu vagon yuruvchi ko'prik mana ushlashtirsa, u tomondan bu tarafga kelayotgan yo'lovchilar vaqt ketkazmasdan serga yo'nalishda kelayotgan yo'lovchi to'g'ridan to'g'ri Qo'yliq yo'nalishiga o'tib ketadi yoki mana shu yo'nalish poyezdni burib yuborish kerak deyapman men. Burib yuborsa Qo'yliq yo'nalishiga bitta ovoragarchilik bo'ladi yoki yo'lovchilar sarson qilib yo'ldan o'tkazdirib, u yoqdan bu yoqqa sarson qilmasdan, pul to'lattirmasdan ko'prik qo'yish masalasini qo'yapti. Ortiqcha pul to'latmaslik yo'lovchilarimiz uchun, ortiqcha sarsongarchilikni olish, ortiqcha yo'lni kesib o'tmaslik, harakat xavfsizligi, tirbandlikni oldini olish va zamonaviy usullardan foydalanib shu yo'nalishda o'rtajanob Makkamov va metropoliten Toshkent shahar rahbariyati, Toshkent shahar hokimligi bu Shavkat ukamizga va barcha shu sohaga oid bo'lgan bosh vazir o'rinbosari shularga aytayapman. Mana shu kelayotgan, bu yoqdan kelayotgan yangi hayotda Sergeli yo'lga kelayotgan yo'lovchi kelib to'xtaydi, mana yo'l orqali o'tib, mana yo'lni kesib o'tadi-da, narigi qiz turgan, tepada turgan yo'nalishga o'tib pul to'lab o'tadi. Shu masofani tepadagi dor yo'l qilishni taklif qilyapman men. Tepadan dor yo'l qilib, hech qanaqa vaqt o'tkazmasdan, pul to'lattirmasdan shu masalani ko'taryapman. Obunachilarim, poytaxtliklar, shahri azim poytaxtda yashovchi vatandoshlar, ishlovchilar, chetdan keluvchilar, mehmonlar, fikr aytingizlar. Bitta yolg'iz menga kerak emas-ki, bitta men yurmayman. Men-ku 2 oy, 3 oy, 4 oyda bir poyezdga kelaman. Har kuni yo'lda yuruvchilar, shu metropoliten foydalanuvchilar, fikr ayting, qo'llab-quvvatlangiz. Agar noto'g'ri aytayotgan bo'lsa, uni ham aytingizlar. Shuning uchun barcha efirlar, bu qilingan masalalar, poytaxtliklar, poytaxtda yashovchilar, poytaxtda chetdan kelib yuruvchi biz ham vatandoshlarimiz, barchalar bu efir qilyapman. Choraka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerdansiz? Qayerdan kelgan? So'chiraya. Otingiz kim? Chor Abdurazzoq. Choraka, xush kelibsiz poytaxtga. Choraka, mening masalam mana endi shu Toshkentda, men o'zim Jizzaxda yashayman. Mana bu kelayotgan stansiya bekatida to'xtaydi poyezd mana orqamizdan. Va mana bu yoqdagiga, mana bu yoqdagiga yo'lni kesib o'tadi, mana tepama yuradi. Men aytayapman, transport vaziri Makkamovdan odamlarning metroda foydalanuvchilar vaqtini olmagin, ortiqcha pul to'latmagin, yo'lak qo'ygin deyapman. Men fikringizni ayting qani siz. Men qo'shilaman. Yoshingiz nechida? Yoshim 75 da. Men fikrimni qanday qo'yib? Juda ma'qul, qo'shilaman. Bu yerda qarang, bir kunda bir qancha million Toshkentda metropoliten foydalanuvchilar bor. Kelayotgan mana bu yerda yaxshi ham rahmat, mana tekin poyezd, avtobus qo'yib qo'yibdi mana u bekatda ta'mir uchun. Bunga ham rahmat. Lekin mana remont ishlarini boshlabdi. Bu remont ish ham bu uchun emas ekan. Mana qarang, o'zingiz bitta ko'ring oqsoqol mana. Mana bu yoqda odam chiqib keladi, mana chiqib keladi. Mana yo'ldan o'tadi-da. Mana bunaqasi o'tib, nari burchakka o'tadi. Minadi. Piyoda qancha vaqt ketadi? 3000 so'm. 5000 vaqt. Yo'lni kesib o'tadi. Endi men aytayapman, mana ko'prikda, mana tepadan dor yo'lni qilgan ko'prikda men ulogim deyapman. To'g'ri. Endi fikringizni ayting, endi o'zingiz doim Toshkentda qo'shilaman, haqiqat to'g'ri gapirasiz, boqadi gaplar. Anaqangiz Choraka, bu doim Toshkent kelib turasizmi? Toshkent kelib turaman, siz yashab turibman. Hozir yashab turibsizmi? Hozir men aytgan fikr qanday, ma'qulmi? Fikringizga qo'shilaman. Juda ma'qul, bo'lsa bo'ladi. Yaxshi, afzalmi, afzal emasmi? Juda afzal, Qulaylikmi? Qulaylik, afzallik. Ayni har kuni masalan necha marta 3000 so'm bekatga o'tkazib berdi. Tashkillashtiring, o'ta rahmat. Yo'q, men qo'limda emas, men blogerman. Rejalashtiring. Yo'q, endi sizlar qo'llab-quvvatlasangiz, men transport vaziri Mahkamov, bosh vazirimiz Abdulla Nig'matovich, qolaver Toshkent shahar hokimi
Shavkat Umurzoqov, Toshkent shahar metropoliten butun rahbariyat mana shunda o'z qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Bo'ladi. Yo'l ham bor, mana imkoniyat ham bor, mablag' ham bor. Juda zo'r bo'ladi. Siz qancha aka bir kunda qancha metropolitenda qancha odam foydalanadi? Qancha million? 3000, 5000 odam foydalanadi. 5 millionmi? 5 3000 so'mdan olsa qancha bo'ladi, bilasizmi? Hozir chakana pul ketmaydi. Milliarddan necha bo'lib ketadi, trillion bo'lib ketadi bir kunligi. Ha shuni bir kunlik pulni mana shu yo'lakka 5 kunlik pulni bersa bo'ladimi yoki bu? Qani shaxsan o'zingiz mana shu qo'llab-quvvatar ekansiz, shorak ayting mana shu metropoliten rahbariyatiga, transport vaziri mahkamga nima deysiz? Ayting mana. Nima rahbar. Bloger Shavkat Dayirovni sizlarni iltimos shu yo'lga qo'yishlaringizni so'rayman. Ha, rahmat. Shavkat Dayirovni fikri qanday qo'llab? Sizga ming marta rahmat aytaman. Odamlar foydalansa sog' bo'lasiz. Rahmat Chor aka sizga, xo'p.